Ayolni e'tiborsiz qoldirgan erkak uni boshqasiga tayyorlaydi. Nega bunday? Boshida erkaklar uylanmasdan oldin sovg'a beradi, erkalaydi, e'tibor beradi va doim yonida bo'ladi. Ayol esa ishonadi va tanlov qiladi. Vaqt o'tadi, erkak ayoliga erishadi va shu paytda u o'ylaydi: erishib bo'ldim-ku, endi nima keragi bor? Shundan keyin mehr kamayadi, e'tibor kamayadi, o'rtada sovuq munosabatlar hukmron bo'ladi. Ayol esa asta-sekin ichidan sinib boradi. Mehr yetishmaydi, e'tibor yetishmaydi. Lekin biz o'zbek ayollari juda ham sabrlimiz. Har qanday holatda ham kurashamiz, sabr qilamiz, kutamiz. Eng yomoni bir kun kelib, bu sabr, bu chidash poyoniga yetishi mumkin va natijada ajrashishga olib boradi. Endi tasavvur qiling, siz ayolingizga mehr, e'tibor bermasdan boshqasiga tayyorlab qo'ymadingizmi?